Salom barchaga. Quyosh tutilishi haqida hamma ham bilsa kerak. Ko'pchilik bu hodisaning guvohi ham bo'lgan. Quyosh tutilishi hodisasi o'ziga xos kamyob va ajoyib tabiat hodisasi bo'lib, kimlardir bundan sarosimaga tushsa, kimlardir bundan zavqlanadi. Quyosh tutilishi hodisasi nima sababdan va qanday yuz berishi hamma uchun ham qiziq bo'lsa kerak. Ushbu videomiz orqali quyosh tutilishi hodisasi haqida ma'lumot beramiz. Ilgarigi zamonlarda insonlar quyosh tutilishidan qo'rqib sarosimaga tushgan. Bu hodisani falokatli hodisa deb bilishgan. Quyosh tutilishi haqidagi ilk qaydlar eng qadimgi dunyo manbalarida ham uchraydi. Qadimgi Xitoy, Yaqin Sharq va Yevropa manbalarida quyosh tutilishining aniq sanalari ham keltirilgan. Qadimgi zamonlardayoq munajjimlar bu hodisani doimo o'rganib borib, quyosh tutilishini oldindan ayta bilishgan. Qadimgi xalqlar quyosh tutilishiga mifologik va diniy nuqtai nazar bilan qarashgan. Ilk o'rta asrlardan boshlab insonlar quyosh tutilishiga ilmiy baho bera boshladilar. Quyosh tutilishini hech qanday g'ayri tabiiy hol bo'lmay, balki aksincha mutlaqo tabiiy jarayon ekanligini birinchi bo'lib ulug' vatandosh bobo kalonimiz Ahmad al-Farg'oniy isbotlab bergan. Bugungi kunda o'zlarini eng oliy millatlar deb hisoblaydigan yevropaliklar o'sha davrlarda quyosh tutilishidan vahimaga tushgan bir vaqtda Farg'oniy bobomiz ajdodlarimizga quyosh tutilishi oddiy tabiat hodisasi ekanligini bayon qilib bergan. Quyosh tutilishi qanday ro'y beradi? Quyosh tutilishi oyning yer atrofida o'z orbitasi bo'ylab harakatlanishi jarayonida quyosh va yer orasiga tushib qolgan vaqtida Quyoshning yer yuziga tushib turgan nurini oy o'z gardishi bilan to'sishi va yer yuzasiga quyosh nuri o'rniga oyning soyasi tushishi tufayli ro'y beradi. Quyosh tutilishining ikki xil to'liq va qisman tutilish holatlari mavjud. Quyosh tutilishi vaqtida oyning yer yuzasiga tushib turgan soyasining diametri 270 kilometrdan oshmaydi. Shu sababli quyosh tutilishi yer yuzasi bo'ylab tor markaziy yo'lak bo'ylab kuzatiladi. Shuning uchun ham to'liq quyosh tutilishining guvohi bo'lishning imkoni oz. Quyosh tutilishi vaqtida oyning yarim soyasi markaziy yo'lakning har ikki tarafida 3200 kilometrgacha bo'lgan masofani egallaydi va bu hududlarda quyoshning qisman tutilishi, ya'ni oy quyoshning yarmini yoki ma'lum qismini to'sib qo'yishini kuzatish mumkin. Oy o'z orbitasi bo'ylab sekundiga 1 kilometr tezlik bilan harakatlanadi. Quyosh tutilishi vaqtida oyning yerdagi soyasi ham taxminan shu tezlikka yaqin tezlik bilan yer yuzasi bo'ylab o'tadi. Shu sababli ham quyosh tutilishi 2 daqiqadan 7,5 daqiqagacha davom etadi. Oy soyasi butun yer yuzini 4-5 soat davomida kezishi mumkin. Quyoshning hajmi oyning hajmidan 5 million martaga ulkan. Diametri esa oyning diametridan 400 martaga katta. Quyosh va yer orasidagi masofa oy va yer orasidagi masofadan aynan 400 martaga olis. Shu sababli ham yer yuzasidan kuzatuvchiga quyosh va oyning o'lchamlari bir xildek ko'rinadi. To'liq quyosh tutilishida oy quyoshni to'liq to'sib qo'yadi. Oyning soyasi yer yuzasiga tushib turgan hududlarni qorong'ulik egallab, xuddi tundagi kabi osmonda yulduzlar va sayyoralar paydo bo'ladi. To'liq quyosh tutilishi vaqtida oddiy durbin yordamida ham quyosh tojini kuzatish mumkin. Quyosh tutilishi faqat yangi oy chiqqanida, aniqrog'i hali oyning o'zi ko'rinmagan vaqtida sodir bo'ladi. Ammo har yangi oy chiqqanida ham quyosh tutilavermaydi. Bunga sabab oyning yer atrofida qiya va cho'zinchoq orbita bo'ylab aylanishida. Ko'pincha oy yer va quyosh orasiga tushib qolganida oyning soyasi yerning ustidan yoki ostidan o'tib ketadi. Quyosh tutilishi hodisasi 1 yil davomida 2 martadan 5 martagacha yuz beradi. To'liq quyosh tutilishi esa yanada kamyob hodisa bo'lib, yer yuzi bo'yicha 18 oyda bir marotaba kuzatiladi.
Yer yuzi bo'yicha so'nggi bor quyosh tutilishi 2019-yilning 2-iyulida Janubiy Amerika, Pasxa, Galapagos va Polineziya orollarida kuzatilgan edi. Keyingi to'liq quyosh tutilishi 2020-yilning 14-dekabrida Janubiy Amerika, Janubiy G'arbiy Afrika, Antarktida, Kiribati va Polineziya orollarida kuzatiladi. Ilm-fan va tabiat hodisalarining shaydolari quyosh tutilish hodisasini shaxsan o'zlari kuzatishga intiladi va undan zavqlanishadi. Ammo quyosh tutilishini oddiy ko'z bilan kuzatish o'ta xavfli. Quyoshning ultravinaafsha nuri inson ko'zining ko'rish qobiliyatini susaytirishi, hattoki ko'r qilib qo'yishi ham mumkin. Quyosh tutilishi maxsus himoya vositalari va asboblar yordamida kuzatiladi. Sayyoramizning aynan bir hududida to'liq quyosh tutilishining qayta takrorlanishi ancha noyob hodisa hisoblanadi. Yer yuzining ayrim hududlarida 50 yilda bir bora kuzatilsa, ayrim hududlarida bir necha asrda bir marotaba kuzatiladi. Misol uchun bizning diyorimiz O'zbekiston joylashgan geografik hududda oxirgi marta to'liq quyosh tutilganiga 5 asrdan ham ko'proq bo'ldi. Bugungi O'zbekiston hududida so'nggi bor to'liq quyosh tutilishi Temuriylar hukmronligi zamonida, aniqrog'i 1487-yilning 20-iyulida sodir bo'lgan. O'shanda Movarounnahr xalqi va munajjimlari to'liq quyosh tutilishini 2 daqiqa 55 soniya mobaynida kuzatishga muvaffaq bo'lishgan. Yurtimiz hududida navbatdagi to'liq quyosh tutilishi esa 2060-yilning 30-aprelida sodir bo'lishi kutilmoqda. Olimlarning hisoblashicha, ushbu sanada O'zbekiston osmonida 2 daqiqa davomida, aniqrog'i Toshkent vaqti bilan 16:33 dan 16:35 gacha bo'lgan vaqt davomida to'liq quyosh tutilishini kuzatish mumkin bo'ladi. Shu o'rinda savol tug'iladi. Olimlar qanday qilib quyosh tutilish hodisasini qachon va qayerda ro'y berishini oldindan ayta oladi? Olimlar Oyning Yer atrofidagi real vaqtdagi joyini, uning orbitasi bo'ylab aylanish tezligini, Oyning orbitasi bo'ylab harakatini o'zgarib borishini hamda Yerning o'z o'qi atrofida aylanish tezligini aniqlab, hisoblab borishadi va bu olimlarga keyingi quyosh tutilishini qachon va qayerda ro'y berishini aniqlash imkonini beradi. Shuning uchun ham olimlar quyosh tutilishi joyini, sanasini daqiqa va soniyalargacha hamda quyosh tutilishi davomiyligini oldindan aniq aytib bera olishadi. Oy yiliga 2 santimetrga Yerdan uzoqlashmoqda. Shu bilan birga Quyosh ham asta-sekinlik bilan massasini yo'qotib, hajmi kattalashib bormoqda. Vaqt o'tib borishi bilan to'liq quyosh tutilishi miqdori va davomiyligi kamayib boraveradi. Taxminan 600 million yildan keyin Oy Yerdan shunday katta masofaga uzoqlashadiki, u vaqtga borib Oy o'z gardishi bilan Quyoshni ortiq to'sa olmay qoladi. Agar u vaqtlarda ham Yer yuzida insonlar bo'lsa ham, ularda quyosh tutilishidek hodisani kuzatishning imkoni bo'lmaydi. Shuning bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Videolarimiz sizlarga manzur bo'layotgan bo'lsa, biz bundan xursandmiz. Kanalimizga obuna bo'ling va har xil qiziqarli ma'lumotlar hamda yangiliklardan boxabar bo'lib boring. Sizlarga xush kayfiyat tilagan holda keyingi videolarimizgacha ko'rishguncha deb qolaman.